chaman deb harakat qilyapti, lekin baribir nishonga aylanib qoldi. Jodugar kampir tinmay hujum qilyapti. Uning sehri shunchalik ko'pki, dahshat. Yuno ketma-ket zarba qabul qilib, ko'zlari xiralashib, qulog'i bitib qoldi. Bu la'nat odamni sekin-asta harakatsiz ovishga aylantirib qo'yar ekan. Yuno o'zini yomon his qilyapti. Menda afsonaviy 4 yaproqli kitob bor-ku. Nega bunaqa ahvoldaman? Oltin tongdagi Kurtoy zodagonlar uni qishloqi deb masxara qilganiga parvo qilmasdi. Faqat mehnat bilan yutaman deb o'ylardi. Lekin Marsni yengani ham shunchaki omad ekanini, o'sha kuchini boshqara olmasligini tushunib yetdi. Hatto boyagi teleportatsiyadan qochganini ham o'zining kuchi emas, kitobi signal bergani uchun ekan. Yuno bor kuchi bilan to'fon yubordi, lekin ko'zi ko'rmay qolgani uchun zarba xato ketdi. Jodugar xola esa gerdayib, tiz cho'k, yalin, balki o'ylab ko'raman deb asabga tegyapti. Yuno g'ururli bola. O'lsam ham senga yalinmayman, dedi. Hamma sezgi a'zolari ishlamay qoldi, lekin to'xtang. U atrofdagi energiya oqimini his qila boshladi. Shamol sehrgarlari bu borada usta bo'lishadi-ku. Ko'z va quloq ketgach, uning 6-hissi ishga tushib ketdi. Jodugar valdirab turgan paytda Yuno yangi kuchini uyg'otib yubordi. Ana endi tomoshani ko'rasiz. Yuno anavi jodugar holiga parvo ham qilmadi, chunki uning kallasida faqat bitta narsa aylanardi. Astaga yutqazib qo'yish bu o'lim. Jodugar uning 4 yaproqli kitobini ko'rib, ko'zlari kosasidan chiqib ketay dedi. Shu payt shamol turdi, lekin oddiy shamol emas, haqiqiy to'fon. Yuno nihoyat o'zining ichidagi maxluqni, shamol ruhini uyg'otdi va atrofdagi energiyani jilovladi. Oldinlari u faqat ko'zi va qulog'iga ishonib xato qilgan ekan. Endi esa sezgisi bilan ishlayapti. Men yutqazishni yomon ko'raman, tushundingmi? deb baqirdi va ruhning nafasi zarbasini yo'lladi. Bu zarba xolani uchirib yuboradi hozir. Nargi tomonda esa Fuegolionning oldiga kimdir keldi. Kapitan uni ko'rib shok bo'lib qoldi. Kim ekani? Jang qizg'in paytda bizning Charmi xonim o'zining shaxsiy mukbang shousini o'tkazyapti. Oshpaz uning ishtahasini ko'rib, xursandligidan yig'lab yuboray dedi. Yordamchilari esa bular jinnimi? Urush bo'lyapti-ku, deb angrayib turibdi. Shu payt Yuno urib o'chirib yuborgan jodugar xola g'arch etib ularning oldiga tushdi. U Charmining yaltiroq peshonasini ko'rib, "Buy, qancha energiya menga ber", deb yopishdi. Charmi esa buni ovqat so'rayapti deb o'ylab, "Yo'qol, bu mening ovqatim", deb rad etdi. Tashqarida Yuno holdan toygan bo'lsa ham, jodugarning yana qandaydir balo boshlayotganini sezib qoldi. Ovqatiga chang solishganini ko'rgan Charmining dobri rejimi o'chib, Terminator rejimi yoqildi. "Ovqatimga tegma", deb o'zining eng bezori razborchi qo'yini chiqardi. Bu qo'y jodugarning bor kuchini kokteyl qilib ichib yuboradi va bitta boksyorchi zarba bilan uni tashqariga uloqtirdi. Oshpaz buni ko'rib gerdayib ketdi. "Ko'rdinglarmi, mening ovqatimdan keyin shunaqa kuchli bo'ldi", deb yordamchilarni laqillatdi. Jodugar hushidan ketdi va ritsarlar uni darrov bog'lab qo'yishdi. U so'rib olgan yoshlik energiyasi egalariga qaytib, hamma yana yosh va chiroyli bo'lib qoldi. Charmi esa, qornim to'ydi shekilli", deb tinchlandi. Tasavvur qiling, Charmining o'sha mashhur ulkan laganidagi ovqat sal qolsa yer bilan bitta bo'lardi. Yaxshiyamki Yuno bor ekan, chaqqonlik qilib bilib oldi. U hayron. Shu kichkina qizcha ana bu jodugarni yengdimi? Ustiga ustak qora buqa a'zosi ekan. Charmi laganni ko'rib Yunoga xuddi oshqozonimning xaloskoriga qaragandek tikilib qoldi. Bir qo'lida go'shtni yamlab, ikkinchi qo'li bilan "Isming nima seni? Kel birga yeymiz", deb mehmondo'stlik qilyapti. Lekin Yuno bechora perezagruska bo'lib, hushidan ketdi. Charmi uni paxta sehri bilan yumshoqqina tutib oldi. Lekin eng muhimi, ovqat to'kilmadi. Saroyda esa qirolimiz "Tushlik vaqti bo'ldi. Nimaga buncha shovqin?" deb injiqlik qilyapti. Marks darrov vaziyatni tekshirishga ketdi, chunki sehrli qirol hali ham qaytmaganidan xavotirda edi. Jang maydonida esa Leo Redisga qarab, "Akamni qayerga yo'qotding yaramas?" deb so'roq qilyapti. Noelli aqlli qiz tushundiki, Redis fazoviy sehrni bilmaydi. Demak, kimdir yaqin atrofda yashirinib yotibdi. Hamma atrofga alangladi. Asta esa qulog'ini ting qilib kiyinishga soldi va birdaniga zombilar to'dasiga qarab otildi. "Sen shu yerdasan", deb qilich soldi. Zombilar orasidan o'sha fazoviy sehrgar chiqib keldi. Qaranga, u badbo'y zombining ichiga kirib olib, o'sha yerdan turib sehr qilayotgan ekan. Jirkanch. O'sha iflos sehrgar, "Hammasi tamom bo'ldi", deb yarador Fuegolionni xuddi axlatdek yerga uloqtirdi. Asta va Leo buni ko'rib, g'azabdan portlay dedi. Fuegolionning ahvoli juda og'ir, hatto bitta qo'li uzib tashlangan edi. Asta ishonmayapti. Nahotki shunday kuchli kapitan yengilgan bo'lsa? Leo esa akasini bu ahvolda ko'rib shokdan qotib qoldi. Miyasi qabul qila olmayapti. Noelli qarasa Fuegolionning sehrli kitobi hali yo'qolmagan. Demak, u tirik. "Leo, tezroq yordam ber, qonni to'xtatamiz", deb baqirdi. Lekin Leo qimirlay olmasdi. Redis esa bundan foydalanib, Leoni koptokdek uchirib yubordi. Anavi yaramas Redis, Noelli va Chalajon kapitan tomonga yurdi. Alamzadada Fuegolion unga dars o'tgani uchun o'ch olmoqchi. "Hozir seni nargi dunyoga ekskursiyaga jo'nataman", deb turibdi. Lekin sherigi Valtas aqlliroq chiqdi. "Bo'ldi, ishimiz bitdi, tezroq tuyamiz, hozir boshqalar kelib qoladi", dedi. Asta buni eshitib, "Qayerga
qayerga qochyapsanlar? Shoshmay tur deb baqirdi. Reydes esa kulib, seni bir kun o'zimga o'yinchoq qilib olaman. Kutib tur deb po'pisa qildi. Asta yugurmoqchi edi, lekin yarasi og'ir, masofa uzoq, yetib bora olmadi. Noelli qonni ko'rib vahimaga tushdi. Asta shu payt kapitanning oltin so'zlarini esladi. Har qanday vaziyatda xotirjam bo'l. Asta miyasini ishlatyapti. Qanday qilib bularni to'xtatsam ekan? Birdan Evrika. Uning sehri bu taslim bo'lmaslik, qilichi esa sehrni kesadi. Asta o'ylab o'tirmay qilichini nayzadek uloqtirdi va portalni puf qilib yo'q qildi. Keyin yugurib borib Reydisni bitta qo'rqitib qo'ydi. Anavi Valtis Reydisni olib qochmoqchi edi. Asta qilichi bilan yo'lni to'sdi. Odamlarga qilganing uchun javob ber deb Reydisning basharasini bezaklab tashladi. Lekin bu yaramas tavba qilmaydi. Kuchlilar kuchsizlarni ezishi qonun. Sendaqa nollar esa umuman gapirmasin deb hali ham o'zini haq deb o'ylayapti. Lekin Asta uning jag'ini yopib qo'ydi. Men senga isbotlayman, sehrsiz ham eng zo'r bo'lish mumkinligini. Reydis sherigiga yalinib qoldi. Valtis, bir narsa qil, qochaylik. Valtisning ham boshi qotgan. Astaning qilichi juda noqulay edi. U Astani orqadan tinchitmoqchi bo'lib pistirma qo'ydi. Noelli buni ko'rib, Asta orqangga qara deb baqirdi, lekin ulgurmadi. Shu payt Leo gum etib paydo bo'ldi va olovli mushti bilan Valtisni uchirib yubordi. Leo o'zini koyiyapti. Sal qolsa qo'rquvga berilardimi? Reydis tamom bo'ldi, qochadigan joyi yo'q. Birdan qayerdandir sirli ovoz keldi. Sharmanda. Oddiy bolaga yutqazib qo'ydingmi? Sen bizga isnotsan deb ustidan kulib yubordi. Birdaniga qayerdandir muzdek shamol esib, etni jimirlatib yubordi. Bu shamol Reydis va boshqalarni o'rab oldi. Tutun tarqalgach esa voydod ularning orqasidan oppoq kiyimli yana 5 ta sirli nusxa paydo bo'ldi. Bular kim bo'ldi endi? Asta esa juda ko'p qon yo'qotgan. Ko'zlari tinib ketyapti. Yangi kelganlardan biri ko'zoynakli yigit Reydisga qarab, "Bizga rahmat ayt ahmoq. Agar kelmaganimizda sen allaqachon parchalab tashlashgan bo'lardi" deb kesatdi. Reydisning og'zidan gap chiqmadi, vaziyat chatoq. Shu payt Asta nima qildi deng? Hamma shokda. U o'z qilichi bilan o'zining yarasini kesib tashladi. Nimaga deysizmi? Reydisning la'natini to'xtatish uchun. Anavi ko'zoynakli qiz buni ko'rib, "Vuy, bu bola qiziq ekan-ku. Uni o'zim bo'laklarga bo'lib tashlayman" deb tilyog'lamalik qildi. Lekin ularning o'z qonunlari bor. Asta esa son jihatdan kam bo'lsa ham qo'rqmaydi. Chunki tug'ilganidan beri qiyinchilik ko'rib katta bo'lganda. Shuning uchun yo'lda qancha dushman bo'lmasin, Asta baribir yorib tashlashga tayyor. U dushmanlarga qarab, "Erkak bo'lsang, hammasini o'zimga qo'yib ber. Bittalab kelinglar" deb vizif tashladi. Vaziyat sal o'nglangandek, lekin bizning Charmi xonim, bu qizga gap yo'q o'zi. Bir qo'lida ovqat, bir tomonda kelishgan yigit Yuno mazza qilib yotibdi. Astani qutqargan qizcha esa undan xavotirda. Asta o'zini kesib, la'natni to'xtatganini ko'rib, hamma yoqasini ushlab qoldi. Dushmanlar bu bola aniq jinni bo'lib qolgan, qo'rqqandan o'zini kesyapti deb o'ylashdi. 5 tasi birdaniga hujumga o'tdi. Asta esa o'zining mashhur quyunli hujumini ishga solib, hamma sehrlarni chirpirt qilib tashladi. U kapitanning gapini esladi. "Sehrli qirol bo'lmoqchimisan? Unda sovuqqon bo'l." Asta o'ziga so'z berdi. "Hissiyotga berilmayman, hammasini bittalab yer tishlataman." Shu payt Leo ham qarab turmadi. Olovli bombasini ishga solib, oq kiyimlilarga qarata otdi. U Astaga qarab, "O'g'ayni, meni tashlab ketma, birga urushamiz" deb yoniga keldi. Ikkovlon xuddi aka-ukadek dushmanlarga tashlanishdi. Ularning bu shijoatini ko'rib, dushman orasidagi chandiqli yigit, "Bu ikkalasi ham tentak, ham xavfli ekan-ku" deb hayron bo'ldi. 5 yali dushman yana baravariga hujum qildi. Lekin Noelli qarab turarmidi? Darrov suvdan ulkan gumbaz yasab, bolalarni himoya qildi. Ko'zoynakli qiz Noellining kiyimiga va kuchiga qarab, "Ha, bu qiz Silva qirollik oilasidan ekan-ku. Kuchi dahshat" deb tan oldi. Dushmanlardan yana biri, "Madomiki shunaqa ekan, men ham javob qaytaraman" deb o'zining daraxt sehrini ishga soldi. U yerdan ildiz chiqarib, Noellining suv gumbazini o'rab oldi va suvni so'rib olishini boshladi yaramas. Asta va Leo hozir ko'rsatib qo'yamiz deb oldinga tashlandi. Lekin anavi chandiqli nusxa shamol ignalarini yog'dirib, ikkalasini ham nokaut qildi. Tamom, ishlar pachava, hozir ikkalasini ham nargi dunyoga jo'natadi deb turgandik. Xayriyat, bizning boshqa sehrli ritsarlarimiz xuddi Gollivud kinolaridagidek so'nggi soniyada yetib kelishdi. Alektor g'azabdan portlay deyapti. "Bizni uzoqqa uloqtirib mazza qildinglarmi? Valtusning og'zi ochilib qoldi. Qanday qilib bunchalik tez qaytishdi?" Gap shundaki, garchi bu ritsarlar bir-birini ko'rishga ko'zlar bo'lmasa ham, majburan do'stlashib, kuchlarini birlashtirib, super tezlikda yetib kelishgan ekan. Nima bo'lganda ham Yoncha qirolligi himoyasi birinchi o'rinda-da. Mimoza darrov tez yordam bo'lib, kapitan Fuegoleonni davolashga kirishdi. Asta va Leoning yer tishlab yotganini ko'rib, qiz bechora shokda qoldi. Klaus Astaning hali o'chmaganini ko'rib xursand, lekin ich-ichidan qanday qilib shunday monster kapitanni yengishdi deb bosh qotgan. Valtis sherigiga, "Bo'ldi, surdik bu yerdan" dedi. Lekin Nozel bunga yo'l qo'ymadi. U kumush yomg'irni yog'dirdi. Lekin anavi ko'zoynakli
qiz Jilli sehri bilan salamandarni chiqarib, Nozelning hujumini paqqos tushirib yubordi. Qarang-a, u ketishi oldidan Astani ham suvenir qilib o'zi bilan olib ketmoqchi. Chandiqli yigit esa ketayotib dahshatli tahdid qildi. Eslab qolinglar, bizning nomimiz yarim tun quyosh ko'zi. Biz bu qurollikni kulini ko'kka sovuramiz. Va eng yomoni sodir bo'ldi. Ular Astani qopga solgandek o'g'irlab ketishdi. Noelli vahima ichida orqasidan boraman, qutqaraman deb yugurmoqchi edi, lekin Klaus uni to'xtatdi. Qayerga borasan, tentak? Ular qayerga g'oyib bo'lganini bilmaymiz-ku. Nozel esa o'zining muzdek fe'li bilan hozir eng muhimi poytaxt xavfsizligi. Balki boshqa dushmanlar ham pistirmada yotgandir. Tavakkal qila olmaymiz deb gapga nuqta qo'ydi. Mimoza kapitan va Leoga faqat birinchi yordamni bera oldi. Ularni zudlik bilan reanimatsiyaga olib borish kerak. Aks holda ahvoli chatoq. Shu payt Solid degan iflos paydo bo'lib, yarador kapitanning ustidan kulishni boshladi. Vermillionlar oilasi bankrot bo'libdi-ku. Biz Silvalarga teng kela olmaysizlar, deb burnini osmonga ko'tardi. Shunaqa paytda ham g'iybat qiladimi odam? Insof bormi o'zi? Nozel Solidga qarab shunday dedi. To'g'ri, yutqazgan ritser emas, lekin senchi? Sen umuman jangga kirmading-ku. Demak, sen yutqazgan Fuegoleondan ham pastsan. Voydod, bu gap Solidga tarsaki bo'lib tushdi. Darrov